Germaniyada o'zbek ayollari o'zi aqlinoqmi? Yo o'zbekchilikdan yiroqdami? Yo'q, aslo unday o'ylamang. Biz o'zbek oyimlar vatan sog'inchini opa-singillar bilan uchrashuvlardan tuyamiz-ku axir. Germaniyada o'zbek ayollar jamiyati tashkil etilgan va bizning jamiyat o'zbek ayollarini bog'lab turuvchi ko'prik, suyanchiq, mehr maskani bo'lishini xohlaymiz. Shu maqsadda jamiyatimizning tashkiliy guruh a'zolari bilan retretimiz yil sarhisobi, yangi rejalarga start va eng muhimi yana bir-birimizni ko'ngildan tanish uchun bo'ldi. Do'ppi ichida sayohat qilish boshqacha bo'lar ekan, o'zbegim. Germaniya mehmonxonasi ham bugun biz bilan birga o'zbekcha bo'ldi. Retretimiz shunday boshlandi. Germaniya mehmonxonasini ham o'zbek oshxonasining hidi zabt etdi rosti. Buni ham ilojini topdigi. Rostini aytavering, siz ham bizga o'xshab o'zbeklar bilan ko'rishning yana bir asosiy sababi milliy taomlarimiz uchun deb o'ylaysizmi? Rostdan shunaqa-ku o'zbegim. Germaniyadagi o'zbegoyim, siz ham bu jamiyatga qo'shiling. Vatanni sog'inganingizda tuyish uchun, ona uyingizga borishni xohlaganingizda masofa yaqinlashishi uchun, qalbingiz opa-singil didorini qumsaganida bir ko'rib kelish uchun. Bizning bag'rimiz siz uchun ochiq. O'zbegoyimlar, biz sizni kutmoqdamiz.